C# haqidagi darsimizning boshlashdan burun oydinlashtirib oladigan yana bir ish bu darslikni o'rganish usuli. Bu jihatda bir qancha tarafni so'zlab o'tmoqchiman. Birinchisi chuqur mashq ishlang. Bu sinliq darslikni o'rganish biror ijtimoiy fanning darslikni anglaganga yoki fan umumlashtirish leksiyasini anglaganga o'xshamaydi. Siz programmalayışni o'rganaman deydigansiz chuqur qo'l silib mashq qilishingiz kerak. Navoda sizning programmalayışni o'rganish niyatingiz bo'lsa, bu sinliq darslikni ko'rayotgan vaqtingizda Visual Studio chuqur ochiq tursin. Har bir mashg'ulotni chuqur do'rab turib, kodni qo'l bilan yozib, sinab, ijro qilib o'rganing. Hargiz bir darslikni tugatib bo'lib, ondan mashq qilaman deb saqlab o'tirmang. Kodni chuqur qo'l bilan yozing. O'rganish jarayonida kodni chuqur bir-birlab yozishingizni tashabbus qilaman. Tayyor kodni ko'chirib chaplashdan yoki tayyor projekt hujjatini ochib, shuni o'zgartirishdan saqlaning. Faqat program tuzishni o'rganib bo'lib, rasmiy program tuzishga boshlaganda ondan tayyor koddan foydalansangiz bo'ldi. Ikkinchisi uzluksiz davomlashtiring. Ammo chekdan oshirmayotmang. Amallarning afzali oz bo'lsa-mu, uzluksiz davomlashqani. Bu darsligimizda 30 dek mazmun bor. Siz faqat kuniga 1 yoki 2 mazmunni o'rganing. Bir haftada o'rganish qiladigan kuningiz 3 kundan kam bo'lmasin. Kuniga o'rganadigan vaqtingiz 1 soatdan kam bo'lmasin. 3-4 soatdan eshib ketmasligini tashabbus qilaman. Butun darslikni 1 oy atrofida tugatsangiz bo'ldi. Amaliyotga tatbiqlang. Siz darslikda so'zlangan mazmunni taqlid qilib mashq qilgan ekansiz, uni chuqur o'zgartira olasiz. Oldi bilan ishlagan misolingizdagi o'zgarg'ish miqdorining qiymatini o'zgartirib beqing. Ondan kodga texmo ko'proq iqtidor qo'shib beqing. Eng muhimi amaliyotga tatbiqlab beqing. Masalan, amallarni o'rganganda tug'ilgan yilingiz va hozirgi yildan foydalanib yashingizni topib beqing. Davriylikni o'rganganda kar jadvalini hosil qilib beqing. Ammo shunga o'xshash misollar nihoyat ko'p uchraydi. Tordan foydalaning. 20 yil burun programmalayışni o'rganganlar qandaqla masalaga yo'liqsa kitobdan izlaydi. 10 yil burun programmalayışni o'rganganlar MSDNning yordam hujjatini kompyuterga qashlaydi. U necha giga keladi. Odatda CD diskisida 6-7 disk keladi. Hozir bo'lsa uni qachlashning hojati yo'q. Butunlay tordan foydalanadi. Siz program tuzishda yoki o'rganishda uchragan masalalarga sizdan burun minglagan kishilar uchrab bo'lgan bo'ldi. Uning javobi hal qilish usulini chuqur torda e'lon qilinib bo'lgan bo'ldi. Shunga uni tordan izlang. Siz izlaydigan mazmunlar asosan tuvandagidek 3 turlik bo'ldi. Birisi programma tili yoki .NET Framework supasiga munosabatli qo'llanma xarakteridagi mazmunlar. Bular asosan MSDN Chikit Microsoft Chikit.com degan tor bekatdan chiqadi. Ya'ni burunqi MSDNning yordam hujjatlariga o'xshab keladi. İkincisi darslik materiallar. Ma'lum bir texnika yoki ixtiyorni amalga oshirish ishlatish to'g'risidagi misolni o'z ichiga olgan maqola xarakterini olgan mazmunlar. Bundaq mazmunlar ko'pincha programmerlarningki shaxsiy blogidan chiqadi. Uningdan boshqa codeproject.com deganga o'xshash maxsus shundaq mashq maqolasi ta'minlaydigan tor bekatlar bor. Buningdan foydalansangiz bo'ldi. Üçüncüsü, siz uçurgan meselelerinin cevapları. Siz programı tuzish jarayonida nurg'un masalalarga uchrashingiz mumkin. Ya'ni bir ishni hal qilish yoki programmangiz uchurgan xatolik uchraydiganga o'xshash. Bundaq savollarning javoblari, ya'ni bu xildagi masalalarga berilgan javoblar naq joningizga qotadi. Ya'ni javobidan foydalanib ham ishingizni qilib keta olasiz. Bu xildagi savol javoblar Stack Overflow Chikit.com degan tor bekatdan ko'proq uchraydi. Qandaqligi mazmunga ehtiyojli bo'lmang, o'zingiz ehtiyojli mazmunni to'g'ri ifodalab Google.com dan izlang. Uning javobini chuqur topa olasiz.